La'nati, yangi qishloqqa ham yetib keldim. Qani bu yigitlardan o'zimga uy so'rab ko'raychi, uy bormagan bu la'natlardan. Ey la'nati, bu yerda menga uy bormi? Senga katta xolamnikida uy topib beraman, la'nati. Hech kisi yo'q, mana bundan so'rab kelma. Hey, bu yerda uy bormi menga? Narigi burchakda kichkinasi bor. Rahmat. Xo'sh, endi bu qishloqqa merlik qilishni boshlaymiz. Bu yerda ko'sa balo yeb turibman. Qani meni barchaga salom. Sizlar bilan men o'sha Bizprouz. Bugungi videoda men yangi qishloqqa keldim va soliqlarni yig'aman. Ana endi soliqlarni ham yig'ishni boshlaymiz. Qani la'nati, mening uyim mana shu orqadagi bo'lsa kerak, ha? Kirib ko'raylikchi. Yaxshi uy ekan lekin. Qani ko'p narsa bor ekan, shkafchi bor ekan, yoritgichlari va endi esa mizg'ib olish vaqti keldi. Kech ham bo'lib ketgan bo'lsa kerak, ha. Kech ham bo'lib ketibdi bolalar. Mana endi mizg'ib la'nati, soliqlar vaqti keldi. Ana soliqlarni yig'ishni boshlaymiz. Qani birinchi qaysi qishloqdan so'rasam ekan, ha? Bu balo yeb turibdimi bu yerda? Qo'yaqolay. Xo'sh. Bir minut, hop, mana. Ey la'nati, sen isming nima? Meni ismim Boyrat. Yo'qolay bu yerdan, kim bo'lsang ham. Sen qani soliqlarni to'la? Men to'lamayman. To'xtadi la'nati. Mana endi to'layman. Men to'layman. Shunday bo'lsin, la'nati. Qani, ey la'nati, sen soliqlarni Men senga nima deding? Qishloqda birov o'zi soliq to'laydimi menga? La'nati. Sen kimsan o'zi bu yerda? Yangi keldingmi? Ha, yangi keldim. Sening uying qaysi biri? Mening uyim yondagi orqaroqda, sening uyingga kichkina. Mana shu la'nati kichkina uymi? Mana shu. Ha, shu. Qachon soliqlarni to'laysan? Nega soliqlarni to'lashim kerak? Chiray ovozingni to'lamasang. Ana endi yaxshiroq bo'ldi. La'nati, mening uyimda men seni oyimga o'tib bermay. Yaqalay. Ana endi boshqa uylarga ham borib ko'ramiz. Xo'sh, bularning uyim bo'lsa, boshqa uylar endi hop, hozir bularga yaxshilab buyruq berib qo'yamiz. Yigitlar, hamma meni eshitsin. Qara, la'nati, menga soliqlarni to'laysan, tushundingmi? Men hech kim senga soliqlarni to'lamoqchi emas. La'natlar, men sizlarni boqib katta qildim. Qo'ymasang nima bo'ladi? La'natlar, nonko'rlar. Hozir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Boshqa bir o'rtoqlar Boymurod yoniga boraylikchi. Menda qarz bor. La'nati, qayerda ekan o'zi? Uyi. Xo'sh, mana shu tarafda bo'lish kerak edi. Ha, la'nati topildi-ku. Ey la'nati Boymurod. Ha, nima deysan? Qani qarzingni chiqarchi? Men qachon sendan qarz oldim, la'nati? Men sendan qarz olganim yo'q. Demoqchimisan? Ha. La'nati. Hozir sen la'nati. Men sening uyingni baribir bilaman, qaysiligini. La'nati, mana senga la'nati kerak bo'lsa, ha. La'nati, men senga to'lamayman. Yaxshi bo'ldi, qaynonamdan qutuldim. What the hell? Xo'sh, bu la'natlarni hech biri menga soliq to'lashni xohlamayapti-ku. Men bularni la'nati. Importni sotib ketishibdi-ku menga. Mana shu yerda soliqlarni unda kutaman, mana. Shu o'tirib. Qani la'natlar, soliqlarni chiqaringlar hammang. Meni uyim ichida boq bormi? Nimaga soliqlarni to'lashimiz kerak? Biz to'lab bo'lganmiz. Menimcha bular menga aniq soliq to'lashni xohlashmayapti-ku. Mana shu joyda endi soliqlar olib o'tiraman. Zumraddan emas u, bo'laveradi. Men buni buzib tashlay, qaysi bo'msh qurdi buni? Qapani olib kelinglar. Yigitlar. La'nati, bular soliq to'lamasa menga nimaga kerak? Bunda yo'qotamiz bitta. Ha.
the time. Coffee goes cold, your name on my tongue. Every your love song sounds like that. Check my phone, nothing from you. But if forever fades so soon. If you don't love me, say it, say it.